Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun 100 kunda 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 19-kuni, 18-kuni 475% foydada yopdik. Xudo xolasa bugun stabil daromadga chiqamiz inshaalloh. Sizlar bizni kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh sizlar ham biz ham foydada yuramiz. Qani bo'lmasam savdoga boshlaymiz. Mana xudo xolasa jigarli ko'rayotgan bo'lsalaring mana bitimlar qayerda kirishdi kanalga tashlaganman. Xudo xolasa o'sha kanal nima desa bo'ladi, o'sha tashlagan Ethereum orqali hozir bugungi foydani nima qilib oldim, hali nima desa bo'ladi, chiqarib oldim. Sizlar ham kirib bemalol shu signallardan, ideyalardan ko'rsanglar bo'ladi. Men bilan birga savdo qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana qayerda kirganim. Mana tepada qayerda chiqqanim. Obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi o'rinda shu Telegramimga, Instagramimga, mana birinchi o'rinda shu YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar va kuzatishda davom etinglar. Mana hozir sizlarga foydani ham ko'rsataman. 21 dollar 56 sent. Ko'ryapsizlar, mana bugungi foyda u tepadagilar kechagi. Ana qaranglar. Mana shu yerda kirganman. Mana shu yerda chiqqanman, tepada kirganman. O'zlaring hisoblab olsanglar bo'ladi. Mana sizlarga bilsanglar, kecha ham 458% mi, 475% mi foydada yopganman bitimda, kechagi bitimim ham. Mana sizlarga o'sha kechagi bitimni ko'rsataman. Kecha ham savdo zo'r bo'lgan. Birinchi kattaroq minus bo'ldi. Asha minus mancha orqaga tortib ketdi. Keyin o'sha kechagi nima desa bo'ladi, o'sha kecha qilgan savdoyim minusga kirganini hisobiga uxlab, ertalab turib, mana hozir ko'rdinglar, 8 lot, 6 lot, 4 lot tiqqanman. Asha orqali mana balansni kichkina balansni katta qilib yubordim. Endi aytishlar mumkin, riskka amal qilmagansan yo risk menejmentiga amal qilmagansan. To'g'ri, risk menejmentiga amal qilmadim, lekin u balans bilan, mana sizlarga hozir ham aytyapman, u balans bilan riskka amal qilish qiyin. Chunki stop loss qo'yganinglarda, misol men 50 pipsga qo'ysam 0.01 qoplamaydi menga. O'shaning uchun men stop loss, take profit hammasini hisobini olib, shu full margin qildim. Mana balansimni ko'targanimdan keyin mana bugungi savdo hech qanaqa nima bo'lgani yo'q. Nima desa bo'ladi? Hech qanaqa stop loss, take profit siz bo'lgani yo'q. Hammasi riskka asoslangan strategiyaga amal qilib, riskka amal qilib, to'g'ri savdo qildik. Mana men sizlarga o'zi kechagi savdoyimni ko'rsatib beraman hozir. Mana topadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi ana. Bu mana ash kechagi Ethereum, mana ko'ryapsizlar.
qanaqa yurib beryapti. Bu o'zini ichidagi. Mana sizlarga qancha yurib berganini ko'rsataman. Bu nimasi, nima deydi? O'ttacha yurib bergan, o'ttasigacha 0.5 gacha yurib bergan. O'sha take profitni olishga yaqin yurib bergani bor. Hozir o'chirib boribdi shekilli. Tushyapti, yaxshi. Hozir Jirgan Dream qayerdadir turadi-da. Forex.com Gold. Shu yerdamekan? Bu bas. Bu ham bas. Galereyaga kirish kerak, galereyada bo'lish kerak. Videoga oldim. Mana shu yerda bo'lish kerak, to'g'ri. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Take profit olgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.